Assalomu alaykum savodoshlar. Bayanınızı 5-birinchi videoda printni, printfni, print elanni, anonikin ikkinchi videoda komment qildigan, anonikin data type'larninki, variable'larning qurilishi degandek narsalarni so'zladik. Ama üçüncü videoda Java'ninki typecasting, yani bir-biriga aylantiradigan, ya'ni bizningki variable'larninki, data type'larninki bir-biriga aylantirishning usuli to'g'riliq to'xtalmoqchi. Buningda bizga yutilgani widening casting bilan narrowing casting bor. Ya'ni widening casting degani o'ylasanglar, widening casting qanday bir casting desanglar, ko'z oldinglarga bir ekranglar. Misol, oldinglarda yo'g'on bir chelak bor va bir stakan suv bor qo'linglarda. O çilek quruq bo'lsin. U stakandagi suvni u chelakka hech qanday o'ylanmaylar bundoq qushvatsanlar teshib ketmaydi-ku normalda. Undan keyin u qo'rqmay qila olasizlar. Mana bu widening casting bo'ldi. Ammo bir chelak suv bor, oldinglarda bir chelak liq suv bor, ammo buni bir shaklda mush stakan quzsa, qujib, ananiki u stakan to'shqandan keyin stakandagi narsani boshqa yerga yo'tkab qil. Ya'ni stakanlar qujba yoki bo'lmasa degan bo'lsa, yoki bo'lmasa bir stakan to'shqich quzg'in degan bo'lsa, u xil ahvolda biz chelakni oldirmay quzishimiz kerak-ku, lekin teshib ketsa bo'lmaydi degan bir shart bor-da. Bir temimni teshib ketsa bo'lmaydi degan bir shart bor. U xil ahvolda biz demak avaylab turib qilishimiz kerak. Ya'ni boshqa turib qilishimiz kerak. Mana bu narrowing casting. Ya'ni widening casting avtomatiklam taraq turqlar qujvatsak bo'ldi suni. Mana bu narrowing casting deganda biz o'ylashib turib qilamiz degan gap. Ya'ni dal o'zi emas, ammo lekin shundaroq shaklda, ya'ni farqi bor yana bir-biridan. Misol men qarasanglarmi, misol widening castingni avtomatik bo'ldi debdi. Narrowing castingni manual qilsiz debdi. Ya'ni converting a smaller type to larger type size debdi. Ma'noda aksicha. Cho'ng narsani kichik narsaga, kichik data type'ga aylantirishning yo'li. Albatta, bu yerdagi misol biz cho'ng narsani kichik narsaga aylantirish uchun narrowing casting qilsamdan buldika deb o'ylab qilib, noyatmak yo'g'on bo'lgan bir sonni olib, misol integerning misol 2 milliard degan sonni olib, ma'ni byte'ga yoki shortga tanqib qo'ysak bo'lmaydi. U xil ahvolda baribir narrowing casting qilgan bilanmi ishlaymaydi ya'ni. Ya'ni bu yerda uning oldingi sharti nima? Beshida bizning aylantirmoqchi bo'lgan shu integer sonimiz bu shortning doirasiga tushamdi, ya'ni 30 necha ming degan doiraga tushamdi, tushmamdi, shuni qarashimiz kerak. Agar tushib qolib qolsa, anoniki narrowing casting bilan qilamiz. Agarda bu tushmay qolib qolsa, uning amali yo'q, ya'ni u turish kerak shu intda degan gap. Endi ma widening castingda unda bir başarımız yo'q. Ya'ni integerning qiymati 2 milliard 400 million, mal longning qiymati uning nechasi jiq, yomon jiq bir uzun bir xona. Demak, ma integer har qanday son longga tabi. U sababdan biz operatorlar long qilib qo'ysak bo'laveradi, tushunmaydi. Anondan keyin bizga o'tilgan darsda nimada o'tilgan darsdan keyinimizda va W3 School'ninkida bir xatolik his qildim men. Qanday xatolik desanglar, ya'ni miyada shortni charga aylantirganda widening casting, andan keyin charni shortga aylantirganda narrowing casting debdi. Lekin men buning ikkilisini, mening ko'z qarashimda nima desanglar, ikkisini bir-biriga har qanday shaklda aylantirsanglar, qaysidan qaysiga aylantirsanglar, ikkilisi narrowing casting bo'ldi mening nazarimda. Chunki nima ish qilsanglar, bu ikkisining qiymat elish doirasi o'xshashgan. Va men buni o'zim qo'l selib aylantirib baqdim. Aylantirib baqsam, widening castingda xato chiqdi. Qaranglar, short bilan charni dedim-ku. Short char. Qaranglar, ikkisiniki nimasi size tang. Mana ikkisiniki size tang. Unda desam, float nima, ma'ning qanda, ma integerni floatga yoki floatni integer qilgandimi, cho'qim ikkisidan bir-biriga narrowing casting qilamiz men desa deb qolmanglar, chunki ma sig'im o'xshashgan u deb. Lekin unda emas. Ma float degan parch son, ma integer degan butun son. Ammo lekin men sinab boqqanimda char bilan shortni bir-biriga aylantirganda cho'qim narrowing casting qilganmiz.
Okey. Unda sınap bakaylı. Biz zadi widening casting degan nima, narrowing casting degan qanday oldu, onu bir qilib beqish uchun kodni uzib keldi. Ananiki ham bir-birsini nima desanglar, aniq bir kallanglarda aniq bo'lib ketsin. Bu widening casting yoki narrowing casting deganning ichida string degan narsa yo'q. Bu kallanglarda aniq bo'lib ketsin juma. Buning uchun string deb narsa yo'q. Bu string buning tabi emas. Buningda faqatla shu bytedan tortib double o'chigan bunday narsalar bor. Shu narsa kallanglarda aniq bo'lib ketsin. Okey. Endi misol biz widening ma'lumot matrix olay. Misol biz widening casting to'g'riliq bir narsa qilib boqaylik. Misol men short deb birni quray. Short deb A1 tang. Shortning qiymati -30 necha mingdan +30 necha minggacha. Men demak buningga 1000 deb olsam. 1000 deb olsam bo'ldi. Endi men bir integerdan birini quray. Integerga i1 dey. Buningga misol men qiymat bermesam bo'laverdi. Men bo'lishini qadar bu bir integer bo'lsin. Ammo qurda endi i1 ga tang, i1 tang, i1 ga desam hech qanday xato chiqmaydi. Ya'ni men ma'noda kichik bir stakanni cho'ng bir chelakka to'kdim. Ya'ni shortning qiymat elish doirasi -32768 dan +32767 gacha. Ma doirada, ammo integerning doirasi 2 milliard 100 necha million degan doira. Demak, ma'noning doirasiga har qanday bir son ma doiraga tabe bo'lganligi uchun shunga hech qanday o'ylashmay ham ma'ninki nimasi yo'g'on bo'lganligi uchun internetga shu sababdan buni bevositlam widening casting bilan hech qanday deb qo'ymay turib o'zini avtomatik almashtira olmayman. Mana buning ismi widening casting. Misol biz yana bir qancha misol qilib baksak bo'ldi. Misol byte deylik. Byte tang byte b1 tang. Misol men buni gapirib byte deb 168 desam bo'lmaydi. Ya'ni chunki nimishqa bytening kelimasi -128 dan +127 gacha. Bu deyman. Mana -128 dan +127 gacha doirani oldi. Shunga men bu doiradan chiqasam maydi. Misol 100 dey. 100 desam bo'ldi. 100 deb misol men buni apiriblam. Mau A1 ning qiymatini ma'noga integer bir bo'limga, endi men A1 ga apirib B1 ni bir o'tay. Bir basam hech qanday xato chiqmaydi. Chunki mau A1 degan short, mau B1 degan byte. Aytdi, bu taqinbak kichik narsa. Shunga men qiymatni ola oladi. Demak, ma'noslar ma'ular widening casting bo'ldi. Endi qaranglar, mau bayatı men motor bekatda bir xatolik voqea degandim qo'y. Ya'ni men bu narsani men oldin bir qatam kodni yozgan. Kod Mush data type'ning ishidamidi u. Okay. Nimada bo'lishiga nazar, lekin okay. Kodim topamay qoldim. Lekin biz bu yerda nima qilib boqaylik? Endi qaranglar. Widening casting davatimiz hamma yerda bir tal shortni charga aylantirishni widening casting debdi hozir. Qaranglar. Misol men hozir opirib misol hozir men bu short A1 degan hozir bir tal short ku. Men mana degan o'yinchi bo'lganda qani bu shortni charga aylantirgan chog'da men widening casting ishlata olsam bo'ldi degan. Haqiqatan yana bir sinab boqay. Men shu oldin qatim sinasam bo'lmaganti. Tang A1 deb boqay.
Qaranglar. Nima char degandim, ammo shortni birini bading deydi. Yani normalda misal ma'zuma byte'ga akaplan mana bu xalgan bir narsani misal men mana hozir faqatlam qurib qo'yib turay. Qurib qo'yib turib, aniga C tang A1 deb baqay. Bunun yana o'xshash xatolik berdi. Ammo men bu yerda misal nimaga misal integerga boshqa bir shortni yoki bo'lmasa byte'ni bergan vaqtimda unda bir xato chiqmagan. Ammo meningda nima qildi? Ammo men buni qanday qilay desanglar. Misal men A1 degan short qo'shinaman. Shortni men charga bermoqchi. Charga bergan chog'da qanaqa qilman? Bu yerga character deb yozib no person emas. Tırnaqni buni echib yepib, bu yerga char deb yozib baqay. Qaranglar. M bo'ldi. Ma bayatın qisi widening casting deyman. Ma widening casting ishlamadi. Ammo bu yerga narrowing casting qilday. M ishlaydi. Qaranglar. Sort deb C deb baqay. Kodni ijro qilib baqay. Nima deb chiqadiki? Yani A1 ning qiymatini berish kerak ku bu yerda 1000 deb. Oh, D. To'g'ri C ning qiymati A1. To'g'ri ama A1 ga men bu yerda A1 ga B1 bir bo'pman. B1 ning qiymati 100. B1 ning qiymati 100, ammo menga bu yerda D ni chiqarib berdi. Bu D bilan 100 ning nima munosabati bor desanglar, bu yerdan eski to'g'ri, men bir narsani xato deb qo'yibman. Bu yerda bu C'ni bersam, bu menga C degan narsani 1000 deb chiqarib bermasa kerak. 1000 deb chiqarsa olmaydi. Yani bu degan karakter ma degan, yani integer yoki short emas. Buningda bir degan narsa bir karakter, yani ASCII code table shuningdeki AC2 deb mi ataydi? ASCII table'daki qarasanglar 100 degan son mana qaranglar bu yerga. Mana decimal nombersi 100 bo'lgandan qiymati karaktersi D degan gap. Miyada hozir men orliqda A1 1000 keyin miyada A1 ga B1 ni birutma, B1 ning qiymati 100 de, shunga A1 ning eng oxirgi qiymati 100. Bu yerda shu 100 ni berdim, buni karakterga aylantirayotgandan keyin bu yerda nima qilam o'z avtomatiklam karakter aylantirayotgandan keyin narrowing casting orqali shunga C ning qiymati D degan harfga teng bo'ldi degan gap. Okay. Endi qaranglar. Demak, hozir biz hozir nima qildik desanglar, bir tal shortning qiymatini short bo'lgan bir narsani karakterga aylantirish uchun narrowing casting ishlatdik. Shortni karakterga aylantirish uchun narrowing casting ishlatdik. Ammo bu yerda shortni charga aylantirish uchun widening casting bo'ldi deb ekandik. Ammo bu bo'lmadi bu. Bo'lmaydi degan gap. Ammo masalan charni shortga aylantirish uchun buningga narrowing casting lazım. Yani bu ikkisilamki bir-biriga aylantirish uchun cho'qim narrowing casting qilish kerak. Men bu to'g'riliq boshqa to'rbekat izlansam oxirida ba'zi bir to'rbekatlarda shuni debdi. Bu chiqqan insonning qolisiga xatolik deb. Amiyatda bu ikkisi bir-biriga narrowing castingga aylandi deb tasdiqlabdi uni. Shu men shu ko'z qarashda. Garchi men yerda bunda yozib qo'ygan bilan men buningga qo'shilmayman menga. Okay. Demak shu cho'ng narsani kichik narsaga aylantirganda shuna narrowing casting ishlatar ekanmiz. Buni bilib olinglar. Misal biz nima desanglar, misal men double'dan buni quray, double deb D1 day, bu teng integerning qiymati misal A1 deb olsin, I1 desam, buningda hech qanday xato chiqmaydi.
Onunla. Çünkü ma integer'ın kıymeti bu. Integer näsini double'lık belsem hiç bulmaydı. Çünkü double yuğan bulan başka ma bu widening casting oldu. Ama ben berip misal qaranglar. Double dep d2 dep tang bunu 314 dey dep anan keyin buni olib berib men int p deb qo'yay misol ma p ning qiymati 314 degan p tang d2 deb qo'ysam bu yerda bitta xato chiqishi kerak. Çünkü nimishqa men double degan yo'g'on bir chelakni olib berib kichik bir stakan qo'shyapman bu yerda. Shunga bo'lmaydi bu. Buning uchun men nima qilishim kerak desa miyaga int deb yozishim kerak. Ama men int deb yozgan chog'da mana bu p ga ma'nosining qiymatini berganda ma'nosini butunlab berib o'tadi. Ya'ni 3 degan qiymatni bilan berib qo'ydi bu yerda. Çünkü mana bu parçasini alamaydi emasmi ma integer. Shu sababdan. Yani o'zidan cho'ng bo'lgan narsalarni cho'ng narsalarni d2 degan double. Double'dan integerga aylantirganda narrowing casting ishlatamiz. Ama kichik narsani integerni ya'ni double'ga aylantirgan chog'da udul yozib bersak bo'ladi. Mana bu widening casting. Ama character bilan shortning orasiga cho'qim widening casting, narrowing casting ishlatishimiz kerak. Bir-biriga aylantirganda ikki yo'nalishda. Widening casting işlemaydi. Bayağıdan ko'rsatib qo'ydim, xato chiqdi. Okey. Okey, unda esa bugun o'tmoqchi bo'lgan mana bu mashqdagi mazmun tugabdi. Shu castingni o'tmoqchi edim. Xudomiz Allohga omonat. Tushunmaganlaringlarni so'rasizlar.